Ana yog'och uy. Hozir tashqi taraf ko'rinishda mana teraska bo'lgan, oldi kichikroq teraska, mana ichkariga kiramiz endi. Temir ish qo'ygan. Ana pol hamma joy yog'och, patolog ham faqat yog'ochdan qurilgan, o'zi hech metall ishlatilmagan bironta ham. Hozir 2 qavatli-da bu. Mana bu yer hozir mana kichkina xonasi, o'sha nima desam, hojatxona-da bu, hojatxona qiladi bu yer, dush, hojatxona. Mana bu tarafda o'sha gostinitsa deydi, shu gostinitsa xona, mehmonxonasi bu. Mana hamma joy to'liq bo'lgan. Patologlar hammasi plintus urilgan. Mana bu ular yotoqxona, ular spalnisi bulardi. Spalni qilishadi bu yerda. Spalni bu. Hozir tepaga chiqamiz. Mana zina qilgandik yog'ochdan. Uydagiasi shunday zakaz qilganda, buyurtma qilgan. Biz borib qurib kelib beramiz, qanday buyurtma qilgan. Tepada 2 ta xona. O'rtada mana o'sha zali bo'lsa, chiqqandan keyin zinadan. Mana zinadan chiqqandan keyin o'sha zal bu, mana bitta xona. Mana ikkinchi xonasi mana. Ikkinchi xona bo'lgan, bir xonasi boshqacha bu, mana balkon bor buni. Balkon qilinganda, balkonni ikkinchi xonasi. Ular endi chekib shu yoki aniq qilishadi-da. Bu yerda. Shu 2 qavatli uyda qurgandik buni. Mana chizmalar uyda. Chirtoj deyiladi, chirtoj mana. O'sha razmeri ham yozilgan, hammasi yozilgan. Yog'och uy bu, pol, patolog hammasi yog'ochdan qiladi buni. Hozir bu ko'rgan uyimiz bu shetovoy deyiladi. Tayyor karkasimiz shetovoyda bu. Bu yerda bazada yasalgan, keyin eqqa borib qurilgan bu uy. Mana o'sha hamma ro'yxat yozilgan, nima ketadi, qancha nima ketadi, yog'och olgan